Assalomu alaykum azizlar. Efirda siz nima deysiz ko'rsatuvi. Assalomu alaykum. Bugun yana sizlar bilan diydor nasib etgandan behad mamnunmiz. Bugungi mavzuyimiz o'ziga xos bo'lib, o'tmish va bugunni bog'lab turuvchi madaniy meroslarimizning saqlanish joyi hisoblanmush muzeylar haqida gaplashamiz. O'zbekiston muzeylari faqatgina tarix manzaralari namoyish etiladigan joy bo'lib qolmasdan, balki madaniy almashuvlar, ta'lim va turizmning o'ziga xos markazi hisoblanadi. Shu ma'noda ularni asrab-avaylash va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy merosini, O'zbekiston tarixini chuqur o'rganish va keng targ'ib etish hamda aholining badiiy estetik didini yuksaltirish dolzarb maqsad qilib belgilangan. Demak, bugun studiyamizga tashrif buyurgan ekspert va mutaxassislar bilan O'zbekiston xazinalari hisoblanmish muzeylarning mamlakat madaniy merosini saqlashdagi o'rni haqida suhbatlashamiz. Barchangizga xush kelibsiz deymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kamola, keling, eng avvalo bugungi kundagi muzeylar faoliyati bilan teletomoshabinlarimizni tanishtirib o'tsak. Muzeylarning qanday turlari mavjud? Ularning bugungi kundagi ahamiyati qanday degan ilk savol bilan studiyamiz mehmonlariga yuzlanamiz. Baxtiyor aka, keling, dastavval suhbatni sizdan boshlaymiz. O'zbekiston tarixi davlat muzeyidan tashrif buyurgan mehmonimiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Demak, muzeylar turlari davrlar osha o'zgarib borgan. Ilk muzeylar o'lkashunoslik, markazlashgan o'lkashunoslik muzeylari yoki o'lka tarixini o'rganuvchi, o'lka tarixini harbiy tarafdan o'rganuvchi muzeylar tashkil etgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bu muzeylarning turlari, sonlari ko'payib boryapti. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida bir necha turlarini misol keltirishimiz mumkin. Demak, muzey qo'riqxonalarni ko'rsatishimiz mumkin. Undan tashqari tarixga mutaxassislashgan muzeylarni ko'rsatishimiz mumkin. Undan tashqari o'lkashunoslikka mutaxassislashtirilgan muzeylarni ko'rishimiz mumkin. Korporativ muzeylarni ko'rishimiz mumkin. Ya'niki biron bir tashkilot yoki biron bir korxonaga tegishli bo'lgan muzeylar. Undan tashqari uy muzeylarini ko'rsatishimiz mumkin va eng asosiysi o'sha san'at, adabiyot va turli soha vakillarini tarixda qoldirgan va o'zi ijodi davomida qoldirgan yo'nalishlari bo'yicha uy muzeylarini ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonda hozirgi kunda masalan o'sha 130 ga yaqin muzeylar bo'ladigan bo'lsa, deyarli sanab o'tgan muzeylarimiz hammasi turidan O'zbekiston Respublikasida mavjud va ular mustaqil ravishda faoliyat ko'rsatmoqda va eng asosiysi oxirgi yengilliklardan biri bu nodavlat muzeylarni tashkil topish. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida umuman Toshkent shahrida 10 dan ortiq nodavlat, ya'niki davlat byudjeti tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydigan va o'zini o'zi qo'llab-quvvatlaydigan, o'zini o'zi ta'minlaydigan muzeylar ham shakllantirib borilmoqda. Va albatta ularning faoliyat boshlasa juda ham yaxshi yangiliklardan biri hisoblanadi. Albatta. Chunki ularning motivatsiyasi qolgan muzeylarga motivatsiya beradi. Sababiki muzeylarning rivojlanishi faqatgina bir yo'nalishi rivojlanishi yoki bir ko'rinishi rivojlanishi emas. Turli sohalar. Masalan, O'zbekiston tarix davlat muzeyi, men har doim o'z aytaman, bizni hamma soha bo'yicha mutaxassisimiz bor-da. Men aytmoqchi bo'lganim, misol uchun san'at sohasida ham, adabiyot sohasida ham, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu muzeyni o'sha keyinchalik rivojlanishiga, o'sha muzey sohasini rivojlanishi va uni fondlarini rivojlanishiga katta hissa qo'shadi birinchidan, ikkinchidan motivatsiya ham berib boradi. Rahmat aytamiz. Respublikamizda bugungi kunda 127 ta davlat muzeylari va ularning filiallari faoliyat yuritadi. Tabiiyki, bu xodimlar tomonidan mas'uliyatli va mashaqqatli mehnatni ham talab etadi. Davlat muzeylari fondlaridagi muzey ashyolari va kolleksiyalari sonichi taxminan nechtani tashkil etadi? Ularni saqlash va himoya qilish uchun qanday choralar ko'rilgan? Nazarimda bu savol ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Bugungi kunda ana shu muzeylarimizda faoliyat olib borish uchun kadrlarimiz salohiyati, malakasi yetarlimi? Qayerda tarbiyalanmoqda aynan muzeyda faoliyat yurituvchi xodimlar? Shuningdek, yana bir savol, muzey eksponatlari, ekspozitsiyalari qanday ehtiyot choralarini ko'rgan holda saqlanadi? Va bu borada har bir muzeyni o'ziga xos saqlash usullari bo'lsa kerak. Marhamat, kimdan eshitamiz? Keling, Kamola, aynan suhbatni Begal aka davom ettiradilar. Madaniy meros agentligidan tashrif buyurgan mehmonimiz. Bugungi kunda respublikamizda 127 ta muzeylar faoliyat yuritmoqda. Ularda 2 million 700 mingga yaqin
muzey ashyolari, muzey kolleksiyalari mavjud. Shulardan qariyb 400 mingga yaqini muzeylarda, muzeylarning ekspozitsiya zallarida namoyishga qo'yilgan. Aynan ushbu muzeylardagi eksponatlarni ayrimlari original emas degan fikr xalq orasida yuradi. Shunga ham soha mutaxassislari fikrlarni to'ldirib o'tishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Murod aka, marhamat, qo'shimchalar bo'lsa. Asl nusxalar chindan muzeylarda saqlanadimi? Rahmat. Albatta bu juda ko'pchilikni qiziqtirgan masala, ko'pchilikni qiziqtirgan savol. Yuqorida aytilgandek, muzeylarning asosiy vazifasi o'sha u yoki bu millat yoki davlatni o'sha qadimdan o'sha shakllangan madaniyati, urf-odati, boy o'sha moddiy, nomoddiy merosini saqlaydigan, o'rganadigan va keng jamoatchilikka, qolaversa kelajak avlodga taqdim qiladigan bir ilmiy madaniy muassasa hisoblanadi. Shuning uchun ham avvalambor muzey ekspozitsiya qilish uchun va uni qiziqarli bo'lish uchun, odamlarni jalb qiladigan ekspozitsiya bo'lishi uchun uni fondi boy bo'lish kerak va fondida o'sha qayd etilganidek qanchalik ko'p o'sha nodir va noyob eksponatlar bo'lsagina mana shu muzeylar o'zini faoliyati davomida chiroyli ko'rgazmalar bo'ladi, ekspozitsiyalar qilib tashrifchilarga taqdim qilishi mumkin va bu narsa o'sha tashrifchilarga ham foydali bo'ladi. Endi ming afsuski, avvalambor aytish kerakki, bizani o'lkamizdagi tarixiy juda ko'p osori otiqalarimiz hozir asl nusxalari bu xorijiy muzeylarda, xorijiy kolleksiyalarda saqlanadi. Bu albatta qandaydir ma'noda bizning fojiamiz. Chunki biza uzoq bizani yurtimiz, bizani o'lkamiz uzoq yillar o'sha mustamlaka tuzumi ostida bo'lingan. Hozirgi kunda endi dunyo muzeyshunosligida, huquqshunosligida qabul qilingan me'yorlarga ko'ra u narsalar ularni mulki bo'lib hisoblanadi va ularni noyob asl nusxalarini bizga qaytarib olib kelishning imkoniyati yo'q. Lekin shunga qaramasdan ularni o'sha duplet nusxalari deyiladi yoki bo'lmasa o'sha kopiya deyiladi, ko'chirib hozirgi kunda bizani muzey mutasaddilarimiz tomonidan olib kelinishi choralari ko'rilmoqdaki, bu ham o'sha fondni boyitish, asl tariximizni keng jamoatchilikka boricha namoyish qilib berishdan iborat. Endi albatta fondlar saqlov masalasiga keladigan bo'lsak, respublikadagi muzeylar juda ko'p muzeylar bizada o'sha binolarimizni moslashtirilgan muzey binolari bo'ladi. Afsuski, fond saqlov zaxiraxonalari zamonaviy muzeyshunoslik, zamonaviy fond muhofazasi talablariga u qadar ham to'laligicha javob bermaydi. Lekin mana keyingi yillarda shu muzey sohasiga berilayotgan e'tibor natijasida bu kemtik ham borgan sari to'ldirib borilmoqda. Bu borada har qanday tajriba o'rganilmoqda va bizani muzeylarga tatbiq qilinmoqda. Bu xususda o'sha hukumatimiz rahbarining qator maxsus qarorlari e'lon qilinayotgani ham bizani muzeychilarni albatta birinchi galda quvontiradi. Qolaversa fuqarolarimizni ham mana shu tarixiy obidalarni ko'proq o'rganishga, ko'proq borishga jalb qiladi deb o'ylaymiz. Rahmat, bugungi kunda aynan bizning poytaxtimizdagi muzeylarga keluvchilar sonini bo'yicha o'rtacha statistikalar bormi? Albatta, muzeyga ko'pincha maktab yoshdagilarni ko'proq olib borishadi. Deylik, 18 yoshgacha bo'lgan o'quvchi, talabalar ko'proq qatnaydi. Bizningcha yoki boshqa yana raqamlar ko'rsatkichi bormi? Mana qarangda, bizda muzeylarimiz davlat muzeylari dedik. Aksariyat 90%, agar undan ham ko'p bo'lmasa, bizning muzeylarimiz davlatimiz tomonidan mablag'lantiriladi. Bu ham bir davlatimizning o'ziga xos bizga yo'nalishga bo'lgan g'amxo'rligi va e'tibori. Buni pirovardi maqsadi nima? Shu tashrifchilarga ko'proq imkoniyat berish. Ya'niki o'sha ko'proq bizning fuqarolarimiz, ayniqsa yoshlarimiz mana shu muzeylarga tashrif buyursin. Buning uchun o'sha muayyan kunlarda muzeylarni, xossatan o'sha Vazirlar Mahkamasini 2010-yildagi 68-qarori chiqqan muzeylar bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p o'sha yerda me'yoriy. Qaysi kunlari aytib o'ting? Qaysi kunlar kirish bepul? Hozirgi kunga kelib, o'sha qarorlar asosida haftaning seshanba, juma kunlari
18 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimizga, aholimizga muzeyga kirish bepul beriladi. Har oyning birinchi yakshanbasi bepul qilib berilgan. Barcha davlat muzeylarida bu amal Barcha davlat muzeylarida kirish bepul qilingan. Har yili 2-8 sentyabr kunlari bu o'quv yilining boshlanishi ham Mustaqillik bayramimizning shukuhi bilan ham bog'liq davom etishi bilan muzeylar haftaligi e'lon qilingan. Bu davrda ham o'sha aholimizni barcha toifadagi fuqarolarimiz bu kunlarda muzeylarimizga bepul kirishlari mumkin bo'ladi. Yana bir jihatini aytib qo'ymoqchiman, chalg'imaslik uchun ko'p hollar e'tirozlar bo'ladi. Bu holda ham muzeyga kirish bepul, lekin u muzeyning ichidagi xizmatlar o'zini belgilangan me'yor asosida amalga oshiriladi. Masalan, gidlik xizmati bo'ladimi? Muzey ekspozitsiyalarida fonida tasvirga video tasvir, foto tasvirga tushirish va hokazolar bular o'sha pullik asosida bo'laradi xizmat ko'rsatish, lekin muzeyga kirib o'zi agar o'sha ekskursiya o'zi tomosha qilaman desa bepul imtiyoz yaratib berilgan bo'ladi. Yana bizda shunaqa tajriba bor. Endi Qotog'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyida o'sha barcha qilayotgan juda ko'p tadbirlar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazamiz va mana shu tadbirlar asosida ham shu tadbir ishtirokchilari albatta shu muzeyimizni ziyorat qilishi o'zi aylantirib o'sha dasturiga kirgizamiz. Bu ham o'sha ko'proq biza nima deydi, jalb qilish maqsadida kuniga kelib ketuvchilar soni qancha? Bu ham o'rtacha hisobda bizani muzeyimizda yiliga 100 mingga yaqin tashrifchi keladi. Quvonarlisi bularni 60% yoshlar. Endi bu hozir yuqorida aytgan holat bilan ham bog'liq, ya'ni o'sha aynan yoshlarimizga bepul qilinganligi bilan ham bog'liq. Maktab o'quvchilariga o'sha o'qituvchilar aynan o'sha tarix yo'nalishi, tarix darslarini mo'ljal qilib, reja qilib olib kelib, bu yerda o'sha interaktiv dars deymizmi, o'sha muzey eksponatdan foydalangan holda darslar ham o'tib ketishadi. Bu ham hozir yaxshi yo'lga qo'yilayotgan tajriba bo'lyapti. Endi tashrifchilar soniga o'rtacha hisobda o'sha 1000 deyish mumkin, 1,5 deyish mumkin. Bu ham o'sha mavsum bilan bog'liq bo'ladi. Misol uchun yoz mavsumi bor, qishki ta'til mavsumlari bor. Shuning uchun umum hisobda tashrifchilar soni shunaqa yildan yilga oshib borayotganligi ham quvonarli hol. Chunki aynan mana shu Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyiga keyingi yillarda juda qattiq e'tibor bo'lyapti. Muhtaram prezidentimiz tomonidan mana 20-yilda 5598 farmoyish e'lon qilindi o'sha Qatag'on qurbonlarini o'rganish bo'yicha. 2024-yilda 270-son qarorlari e'lon qilindi. Mana jadidchilik harakatini chuqur o'rganishga alohida e'tibor berilyapti. Bu ham bevosita bizning muzeyning mavzusi bilan bog'liq jarayonlar. Shuning uchun biz ham shundan foydalanib ko'proq shu jalb qilishga harakat qilyapmiz. Rahmat aytamiz. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Adasi, eshitdingizmi? Marketda 50% chegirmaga promokod berishyapti. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Bo'lib to'lash mumkin. Marketda. Ajoyib market. Bundan tashqari, marketda mahsulotlarni solishtirish mumkin. Bu marketmi? Yo'q, bu boshqacha market. Market Yandex.Go. Yandex.Go'ni oching, marketga bosing va birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochen promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz. Murod aka, aynan o'zingizni suhbatingiz davomida muzeylardagi birozgina kamchiliklarni ham sanab o'tdingiz va shu fursatlarda suhbatni Sanjarbek, marhamat, siz bilan davom ettiramiz. Geologiya muzeyi yangi binoga ko'chgan. Bu yangi binoga ko'chish Murod aka aytib o'tgandek kamchiliklarni bartaraf etganmi? Zamonaviy talablarga javob beradigan bino taqdim etildimi aynan geologiya muzeyiga? Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizning muzeyimiz hozirgi paytda yangi joyga ko'chdi. Muhtaram prezidentimiz qarorlari bilan bizga yangi bino ajratib qurib berishdi. Va shundan keyin biz hozir Mirzo Ulug'bek rayoni Olimlar ko'chasi 64-uy joylashgan bo'lib va albatta bizga
shunchalik faqat bizga emas, geologiya sohasiga ancha e'tibor kuchaydi albatta. Shuning uchun bizda hozir yangi o'zgarishlar bo'ldi. Eksponatlar hammasi o'sha yangi joyga ko'chirib olib borildi va unga qo'shimchalik hozirgi zamonaviy axborot texnologiya tizimlari qo'shilib 3D mapping deyiladi. O'zbekiston Respublikasi konlarining 3D ko'rinishdagi maketlari hammasi yangi darajada qilinib, hozirda ko'rgan zallarimiz kengaydimi avvalgiga nisbatan? Albatta. Hozir biz ancha kattaroq joyda joylashdik hamda zallarimiz hozir 3 etajdan iborat tashrif buyuruvchilarga va shuningdek hozirda kuniga 300 dan oshiq odam tashrif buyuryapti. Asosiy urg'u bu maktab bolalariga, chunki bizda o'sha geografiya oylari bo'ladi. O'shanga mavzuga taalluqli maktab bolalarini ustozlar olib kelishadi, ekskursiya o'tib beramiz biz. Shundan keyin hozirda o'zgarishlar aytgandek ancha katta. Biz yaqinda mana shu aprel oyida press tur tashkil etildi bizda muzeyga. O'shanda ommaviy axborot vositalari kelib, hamma yangi o'zgarishlar, qo'shimchalar, yangiliklarni ko'rib, o'zlariga video suratga olib mazza qilib ko'rib ketishdi. Rahmat. Va aynan muzey binosi o'sha Geologiya universiteti bilan yonma-yon tarzda joylashgan, to'g'rimi? Albatta, biz ko'chgan joyimizda hozirda Geologiya fanlari universiteti joylashgan va umuman u yerda geologiya kampusi tashkil qilindi. U yerda o'sha geologiya sohasiga taalluqli institutlar, universitet va geologiya vazirligi ham o'sha ko'chib borildi. O'shaning ichida albatta bitta katta kampus yaratildi va u yerda o'sha sohaga taalluqli olimlar, talabalar o'qish jarayonidan tashqari praktika deyiladi. Amaliyotda o'sha muzeyimizda o'tishiga imkoniyat yaratildi. Rahmat aytamiz fikrlar uchun. Bilasizmi, ko'pchilik bizni ekran qarshisida tomosha qilayotganlar ham balki shuni tasdiqlashsa kerak. Mana tarix muzeyi borligini, adabiyot muzeyi borligini, deylik amaliy san'at muzeyi borligini bilishadi-yu yurtdoshlarimiz, o'quvchilar, lekin mana shunday geologiya, boshqa chuqurroq sohalarga bag'ishlangan muzeylarimiz faoliyatidan ko'pchilik bexabar bo'lishi mumkin. Ana shu muzeylarimizni faoliyati bilan biz yurtdoshlarimizni yaxshiroq tanishtirishimiz uchun qanday usullardan foydalanishimiz mumkin va bu borada qanday ishlar, choralar amalga oshirilmoqda? Marhamat, kimda bu borada fikr bor? Marhamat, Tabiat muzeyi mutaxassisi. Assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat tabiat muzeyi tajribasidan kelib chiqib aytaman, chunki bizning muzeyimizda targ'ibot ishlari va muzey kontentlari haqida alohida e'tibor berilyapti. Ya'ni muzey ko'pchilik oddiy qilib aytganimizda ko'pchilikni nazdida muzey zerikarli, oddiy ashyo turibdi, bir marta borib kelsa bo'ldi degan savol bu shakllanib qolgan. Lekin bitta narsa aytib o'tishim kerakki, har bitta sohamiz, har bitta yo'nalishimiz bo'yicha muzeylarimiz bor. Siz texnikaga qiziqyapsizmi? Politexnika muzeyiga boring. Sizni tabiat qiziqtiryaptimi? Marhamat, tabiat muzeyiga boring. Tarixga qiziqyapsizmi? Tarix, san'at. Har bitta muzeyimiz nafaqat o'sha o'zining noyob ashyolari, noyob kolleksiyalari bilan, balki ana shu insonning ma'naviyati, madaniyatiga ta'sir ko'rsatadi. Birgina o'zimizni muzeydan kelib chiqadigan bo'lsak, tabiat muzeyi aynan kelgandan keyin biz tabiatga oid bo'lgan eksponatlar, flora va fauna dunyosiga olib kirib, ularga sayohat uyushtiradigan bo'lsak, ekskursiya jarayonlarini olib boradigan bo'lsak, shu bilan birgalikda madaniy, ma'rifiy tadbirlar olib borilyapti. Bu odam o'sha tashrif buyurgan mehmonlarimizda ekologik madaniyatni rivojlanishi, hozirgi dolzarb bo'lib turgan ana shu atrof muhitimizga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishimiz borasida, ana shu xalqimiz orasida ekologik madaniyatni rivojlantirishda ham bu muhim maskan bo'lib o'z rolini o'ynayapti. Men o'ylaymanki, va bu muzeyimiz bir martalik tashrif buyuradigan joy emas. To'g'ri. Mana hozir men muzeyimiz haqida gapiradigan bo'lsam, O'zbekiston Davlat tabiat muzeyida 400 mingga yaqin muzey ashyolari, kolleksiyalari bor. Tomosha uchun ekspozitsiyamizga bor yo'qi 1%. 4 mingga yaqin. Qolgani saqlanadi. Lekin vaqti bilan bu ekspozitsiyalarimiz yangilanib turadi. Almashtirib turiladi. Mavsumga qarab hayvonlarimiz, hayvonot olami, hasharotlar almashtirib turiladi. Va biz
ana shu hayvonlarimizni, eksponatlarimizni nima deydi, diorama holatlarida bir-biri bilan yashash muhitlarini tasvirlagan holatda tasvirlab berish orqali ana shu tashrif buyurgan mehmonlarimizda nima deydi, tabiatimizga bo'lgan mehr muhabbatni oshirishga harakat qilyapmiz. Juda ham Rahmat yaxshi. aytamiz. Suhbatimizni Nodiraxon marhamat mikrofonni olasiz. Siz bilan davom ettiramiz. O'zbekiston muzeylarining xalqaro miqyosdagi nufuzi haqida nimalar deya olasiz? Shular haqida aytib o'tsangiz. Hozirgi kunda muzeylarimizga aytib o'tganimizdek e'tibor juda ham kuchaymoqda. Shu bilan birgalikda nafaqat mana shu O'zbekistonda, xorijiy mamlakatlarning ham bizni muzeylarimizga bo'lgan qiziqishi katta. Buni shu xorijiy mamlakatlarda bo'lib o'tayotgan ko'rgazmalardan ko'rishimiz mumkin. U yerga mana shu aholining juda ham ko'p tashrif buyurib, mana shu o'zbek milliy hunarmandchilik turlari, amaliy san'at namunalari ularda juda ham katta ta'sirot uyg'otayotgani ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ham keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, mana shu 4-5 yil davomida ko'pgina davlatlarda mana shu muzeylarimizning eng asori atiqalari jamlangan holatda ko'rgazmalari namoyish etildi. Masalan, Parijda Louvre muzeyida, Arab dunyosi institutida aytishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda mana shu yilda Qozog'iston davlatida ham, respublikasida ham mana shunaqangi ko'rgazmalar tashkil etilmoqda. Bu ko'rgazmalarda mana shu Toshkent va o'sha O'zbekistonning bir qator muzeylari qatorida mana shu amaliy san'at muzeyidan ham xodimlarimiz muzeyimizning eng asori atiqalarini, zargarlik buyumlarini, milliy liboslarni, do'ppilarni aytishimiz mumkin olib borib mana shu yerda ko'rgazmalarni namoyish etishmoqda. Qabul qilish, qiziqish qanday bo'lmoqda aynan xorijliklarda? Buni aytib o'tganimdek, mana shu ijtimoiy tarmoqlarni kuzatish orqali hamda shu bilan birgalikda mana shu talab yana ham kuchayotgani, ya'ni boshqa takliflarni ham tushayotgani bilan aytishimiz mumkinki, bu mana shu xorijiy mamlakatlarda bizning qadriyatlarimiz, an'analarimizga juda ham mana shu milliy merosimizga, madaniy merosimizga katta e'tibor qaratilayotganidan darak desak adashmagan bo'lamiz. Rahmat aytamiz. Shu o'rinda yana mana muzey vakillari hozir shu yerda jamlanishgan foydalanib savol bermoqchi edim. Bugungi kunda deyarli barcha davlat muzeylarini ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifalariga ega va ular faol ravishda yuritiladi. Chunki xohlaymizmi yo'qmi, bugun barcha ijtimoiy tarmoqlarda faol yangiliklarni ham mana shu yerdan kuzatib borishni ma'qul ko'rishmoqda yurtdoshlarimiz. Bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Marhamat, kimda fikr bor? Surayya opa, Temuriylar tarixi davlat muzeyidan mutasaddimiz. Marhamat. Albatta, tomoshabinni muzeyga jalb qilishdagi eng muhim vositalardan bittasi bu ham ommaviy axborot vositalari, ham ana shu ijtimoiy tarmoqlar hisoblanadi. Shu sababli ham har bitta muzeyni albatta o'zini veb-sayti bor. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda o'zining sahifalari bor. Shu jumladan Temuriylar tarixi davlat muzeyi ham xuddi shunday. Muzeyda o'tkazilayotgan barcha tadbirlar, barcha ko'rgazmalar hammasi mana shu ijtimoiy tarmoq orqali yoritib boriladi. Shu bilan birgalikda hozir yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Hozirgi kunda aynan mana shu yoshlarni muzeyga jalb qilish maqsadida bizni Temuriylar tarixi davlat muzeyi tomonidan ham bir qancha yangiliklar, yangi ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan bir necha yil oldin muzeyimizda biz QR kodlar o'rnatgan edik. Endi bu yangi texnologiyalarni joriy qilib QR kodlar o'rnatdik. Nazar programmasini, dasturini o'rnatdik va ana shu orqali Amir Temurning gologrammalari chiqaradi va bu narsalar tomoshabinlarda nihoyatda qiziqish uyg'otdi va shu sababli ham biz mana shu hozirgi kunda mana shu yangiliklarni yanada kengroq, ko'proq jalb qilish maqsadida hozirgi kunda muzey veb-sayti ustida ishlayapmiz, yangilash va shu bilan birgalikda muzey bo'yicha virtual turni 3D ko'rinishini muzey saytiga joylashtirilgan, lekin biz hozirga joylashtirilgan, lekin biz endi mana shu virtual 3D turni nima deydi, gid orqali, virtual gid orqali, ya'ni endi ana shu muzey sahifasiga kirganda virtual gid mana shu muzey to'g'risida ekskursiya o'tib berish mumkin. Bu 3 tilda amalga oshirib boriladi. Bundan tashqari muzey saytiga muzeyimizdagi eng noyob eksponatlarning 60 tasini 3D varianti joylashtiriladi va shu bilan birgalikda u yerda ham 3 tilda albatta ovozli, audio yozib boriladi va buni ham masalan ko'rib, eshitib
muzey haqida tasavvurga ega bo'lish mumkin. Buni faqat O'zbekistonda emas, balki chet ellarda ham ko'rib, mana shu muzeyga qiziqish ortadi. Shu bilan birgalikda mana shu yangiliklar muzey ekspozitsiyasini o'zida ham joriy qilinadi. Ya'ni muzeyga kelganda ham tomoshabinlar ilgari muzeyimizda nazar dasturi bo'lar edi va alohida programmani smartfonga yuklab, undan keyin uni ko'rish mumkin edi. Hozirgi kunda endi mana shu tomoshabinga yengillik tug'dirish maqsadida to'g'ridan to'g'ri mana shu QR kodlarsiz muzeydagi barcha eksponatlarni 3D 3D'sini ko'rish mumkin bo'ladi va ular bu yerda ham audio gidlar bor va shu bilan birgalikda muzeyimizda 12 ta portret bor. Bular Amir Temur avlodlarini, Movarounnahrda hukmronlik qilgan Amir Temurni avlodlarining portretlari bor. Mana shu 12 ta portret sun'iy intellekt yordamida gapirtiriladi. U ham 3 tilda gapiradi. Endi mana shu kelgan tomoshabinga mana shu shahzodalarni o'zlari haqida qisqacha ma'lumotni berib o'tishadi. Mana bu zamonaviy texnologiyalar joriy etilmoqda. Chunki muzeyga hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalarsiz muzeylarga tomoshabinni jalb qilish qiyin bo'ladi. Yangi texnologiyalarni joriy qilar ekansiz, ularda qiziqish ortadi. Chunki biz bilamiz, yoshlar hozir mana shu texnologiyalarni juda ham yaxshi bilishadi va qanchalik u ko'p bo'lsa, ko'p foydalanilsa muzeylarda, muzeyga kirgandan keyin ana shundan foydalanish ko'proq bo'ladi. Masalan, yuqorida aytib o'tganimdek, ana shu Amir Temurni gologrammasi chiqqanida yoshlar, bolalar ayniqsa mana shu gologrammani oldidan ketishmas edi-da. Ham suratga olishadi, chunki u yerda ham Sohibqiron Amir Temur chiqib o'zi haqida qisqacha hikoya qilib beradi va buni videoga ham olish mumkin, suratga ham olish mumkin. Endilikda 12 ta shahzodani hammasi o'sha yuqorida aytib o'tganimdek sun'iy intellekt yordamida o'zi haqidagi qisqacha ma'lumotni 3 ta tilda beradi, ya'ni 3 ta tilda aytiladi va yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Biz mana shu ovozlashtirish jarayoniga ham katta e'tibor berdik, chunki u xalqimizga o'zbek tilida gapiradimi, rus tilida gapiradimi yoki ingliz tilida gapiradimi, albatta eshitgan odam uchun yoqimli va professional darajada bo'lishi kerak. Albatta shuning uchun maxsus mutaxassislarni taklif qilib, iltimos qilib, o'sha o'zbek tilida ham, rus tilida ham, ingliz tilida ham chiroyli gapiradigan, haligi o'sha tilda toza talaffuz bilan nutqi chiroyli bo'lgan odamlar gapirishdi. Men o'ylaymanki, kelgan tomoshabinlar buni biz xudo xolasa may oyida to'liq ishga tushirishimiz ko'zda tutilgan. Ana shunda kelgan tomoshabinlarimiz kelib, unga baho berishadi deb o'ylaymiz. Rahmat aytamiz ma'lumotlar uchun. Voy, eng qiziq joyda to'xtadi-ya. Qilmanglar, hozir qaytamiz. Adasi, eshitdingizmi? Marketda 50% chegirmaga promokod berishyapti. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Bo'lib to'lash mumkin. Marketda. Ajoyib market. Bundan tashqari, marketda mahsulotlarni solishtirish mumkin. Bu marketmi? Yo'q, bu boshqacha market. Market Yandex.Go. Yandex.Go'ni oching, market tugmasini bosing va 400 ming so'mga Combo simsiz quloqchinlarni xarid qiling. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Eng qadimgi muzeylardan biri bu O'zbekiston tarixi davlat muzeyi hisoblanadi. Ushbu muzey salkam 150 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ushbu muzey va undagi saqlanayotgan tarixiy ashyolar, noyob qo'lyozmalar haqida ham ma'lumotlarni Baxtiyor aka, marhamat, aytib o'tsangiz. Endi to'g'ri sanab o'tdingiz. Keyingi 2026-yilda O'zbekiston tarixi davlat muzeyi o'zini 150 yilligini nishonlaydi. 1876-yil 12-yilda tashkil topgan. Shu davrda o'zini boshidan juda ko'p yaxshiliklar, yomonliklar, qiyinchiliklar, yaxshi o'zgarishlar, yangilikka bo'lgan intilishlarni amalga oshirib kelmoqda. Hozirgi kunda ham O'zbekiston tarixi davlat muzeyi rekonstruksiya uchun yopilgan va u o'zini o'sha tomoshabinlarni xudo xolisa yangilangan ekspozitsiya va albatta undagi eksponatlarni yangilangan variantlari, undan tashqari turli tuman o'sha axborot texnologiyalaridan, undan tashqari surprizli, o'yinli shakllardagi o'sha yangiliklar bilan qarshi olishga harakat qilib kelyapti. Va bu ochilish qachonga mo'ljallanmoqda? Endi u ko'p narsa faqatgina bir kishi yoki birga bog'liq emas, ko'p narsalarga bog'liq. Hozirgi kunda o'sha
O'zbekiston tarixi davlat muzeyining filiali Toshkent muzeyi faoliyat yuritib kelyapti va 2020-yilda shunaqa bo'ldiki, o'sha O'zbekistondagi yagona muzey, hozirgi kunda 2 ta bo'lgan bu muzeylar soni, o'sha imkoniyati cheklanganlar uchun ham xizmat ko'rsatish nazarda tutilgan yo'nalishlar. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ular uchun mo'ljallangan maxsus ko'targichlar, ular o'ziga o'zi xizmat qilish qobiliyatiga ega bo'lishi uchun, ya'niki hech kim uni kamsitmasdan yoki hech kim yordam bermasdan o'ziga o'zi to'liq harakat qilib muzeyga kirib, ekspozitsiya bilan tanishib, o'zi ekspozitsiyadan tanishib chiqib ketishgacha bo'lgan davrni yengilliklar safida ko'rsatib o'tyapmiz. Hozirgi kunda o'sha Toshkent muzeyida va sizlar yuqorida sanab o'tilgan o'sha Shon Sharaf muzeyida bu shakllantirib bo'lingan. Endi aytmoqchi, yo'q, Shon Sharaf bu G'alaba bog'ining ichida joylashgan muzey. Bu muzeyda o'sha imkoniyati cheklanganlar uchun super darajada imkoniyatlar shakllantirib berildi. Va hozirgi kunda O'zbekiston tarix davlat muzeyi ham rekonstruksiya davomida xuddi shu yo'nalishda faoliyat ko'rsatyapti. Sababiki biz bilamiz, muzeylarimizga 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan shaxslar tashrif buyuradi va ularning har bittasi uchun bo'lgan qiziqish doirasi har xil. Ana shu qiziqish doirasini ko'rsatib berishga harakat. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda O'zbekiston tarix davlat muzeyini hozirgi kunda fond saqlov birligi 350 mingdan oshgan. Ekspozitsiyada bor yo'g'i 10 ming eksponat tashrifchiga namoyon qilingan. Eksponatlar qayerda saqlanadi? Qolganlari fondda saqlanadi. Chunki maxsus shart-sharoitlardanmi? Albatta. Chunki ko'pchilik o'ylaydiki, eksponat muzeyga keladi va u 1 oy ichida ekspozitsiyaga qo'yiladi deb o'ylaydi. Lekin bu noto'g'ri fikr. Sababi uni o'rganiladigan, uni yo'nalishiga qarab turib, fondiga qarab turib, uni qayta ishlash jarayoni, restavratsiya, konservatsiya jarayonlari, metallini aniqlash jarayonini, ilmiy o'rganish, ilmiy adabiyotlardan foydalanish, arxivdan qidirish, bibliotekadan qidirish, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, juda mashaqqatli yo'lni bosib o'tadi va eksponat darajasiga qarab turib u ekspozitsiyaga taqdim etiladi yoki taqdim etilmaydi. Sababiki shunaqa eksponatlar borki, qaysi biridir u 1960-yilda topilgan, qaysi biridir 2024-yilda topilgan. Ularning ikkalovini kelishuvi aynan 25-yilga to'g'ri kelyapti. Shunaqa eksponatlarimiz ham bor. Misol uchun Toshkent shahri, Toshkent viloyatida joylashgan qadimiy o'sha shahar xarobalarimizda hozirgi kunda ham arxeologik qazishma ishlari olib boriladi. Va bu o'z-o'zidan o'sha ilmiy yangiliklarni, ekspozitsiyadagi yangiliklarni shakllantirish va albatta o'sha O'zbekiston tarix davlat muzeyining fondlarini boyitishga xizmat qiladi. Rahmat aytamiz. Shu o'rinda yana bir savol. Mana bugungi kunda mamlakatimizning turizm salohiyatini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda xorijlik sayyohlar asosan bizda qaysi muzeylarimizga qiziqish bildirishmoqda? Aynan sayyohlarga muzeylarimizning targ'iboti qay tarzda amalga oshirilmoqda? Deylik, o'sha tur firmalar, tur agentliklar bilan hamkorlik qilinadimi bu borada? Xorijlik sayyohlarni muzeylarga qanday jalb etmoqdamiz? Marhamat, Suraypa. Avvalo hozir hamkasbim gapini to'ldirib ketmoqchi edim. Bular hozir O'zbekistondagi eng qadimiy muzey haqida, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi haqida gapirib o'tdilar. Shu o'rinda men Temuriylar tarixi davlat muzeyi haqida ham aytib o'tmoqchi edim, chunki o'z navbatida bizning muzey eng yosh muzeylardan bittasi. Bu mustaqillikning mevasi 1996-yilda ochilgan va keyingi yilga sohibqiron Amir Temurning 690 yilligi va Temuriylar tarixi davlat muzeyi tashkil etilganligining 30 yilligi bo'ladi. O'ziga xos bizning muzey uchun ham, demakki, butun O'zbekiston uchun, chunki ikkita ko'zga ko'ringan muzeylarning katta yubileyi bo'lar ekan, juda ham ko'plab tadbirlar amalga oshirish rejalashtirilgan va shu o'rinda o'sha tomoshabinlar haqida gapiradigan bo'lsak, yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi, ya'ni internet saytlarida, ijtimoiy sahifalarda mana shu muzey haqidagi ma'lumotni o'rgangan juda ham ko'plab chet ellik mehmonlar muzeyga tashrif buyurishadi. Men hozir aytib o'tishim mumkinki, mana shu 2024-yil davomida Temuriylar tarixi davlat muzeyiga 160 mingga yaqin tomoshabin tashrif buyurgan va ulardan 70 mingga yaqini xorijlik mehmonlarni tashkil etadi. 2025-yilning birinchi 3 oyligi davomida 50 mingdan ortiq tomoshabin tashrif buyurdi va bu yerda ham ularning qariyb yarmi xorijlik mehmonlardan iborat. Bu asosan hamdo'stlik davlatlari mehmonlari va shu bilan birgalikda Angliya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Ispaniya, Xitoy, Koreya davlatlaridan, Hindiston davlatidan mehmonlar ko'paygan, hozirgi kunda Pokiston davlatidan va qariybki o'sha O'zbekiston
dunyoga yuzini ochib, demak dunyo bilan hamkorlik qilayotgan barcha davlatlardan juda ham ko'plab mehmonlar kelyapti va biz mana shu mehmonlarni o'sha o'zimizning ekspozitsiyamiz bilan va shu bilan birgalikda bitta narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Muzeylarni ommaga targ'ib qiladigan ijtimoiy tarmoqlardan tashqari mana shu tashkilotda, muzeylarda ishlaydigan xodimlari, ekskursovodlari ham hisoblanishadi. Chunki aynan ular mana shu chet ellik xorijliklar bilan bevosita muloqotda bo'lishadi. Tarixini, O'zbekiston tarixini yoki Temuriylar davri tarixini ularni qay daraja hikoya qilib berganiga, qay darajada qiziqish uyg'otganiga qarab ham targ'ib qilish mumkin bo'ladi. Chunki o'zimizning muzeyning tajribasi bilan aytadigan bo'lsak, hattoki chet eldan kelganda ham aynan bitta ekskursiya ana shu ijtimoiy tarmoqlarda, Facebook, Instagram qayerdadir mana shu odam juda ham zo'r gapirar ekan, shu odamni ekskursiyasini eshiting degan taklif asosida keldim. Va aynan o'sha odamni chaqirib berishingizni xohlayman degan ekskursiyalar ham juda ham ko'p bo'ladi. Aynan yurtimizga kelgan sayyohlar bilan suhbatlashadigan bo'lsak, bizni Jannat makon yangi O'zbekistonimizda geologiya muzeyi, tabiat muzeyi, amaliy san'at muzeyi, yana bir qancha muzeylarni sanab aytib beradigan bo'lsak, xaliklar hayron qolishadi. Nahotki biz bu muzeylar bu yurtda borligidan bexabar qoldik. Yana keyingi safar kelganimizda albatta tashrif buyuramiz deyishadi. Ana endi hamkasbimiz savollarni yana davom ettirgan holda tur firmalar bilan sayyohlar o'rtasidagi muzeylar ishlari qanday olib borilmoqda? Nima sababdan ayrim hollarda yurtimizga tashrif buyuradigan sayyohlar ko'p muzeylarimizdan bexabar qolishmoqda? Marhamat. Marhamat. Mana shu aytib o'tganingizdek, madaniy, ma'rifiy, ilmiy tadqiqot markazlari hamdir mana shu muzeylarimiz. Shu o'rinda mana shu turizmni rivojlanishida ham muzeylarimizning o'rni katta. Amaliy san'at muzeyi misolida oladigan bo'lsak, bizda 150 ga yaqin tur firmalar bilan mana shunaqangi shartnomalar imzolangan. Bu yerda ularning mana shu marsrutlariga keladigan xorijiy sayyohlarning marsrutlariga, yo'nalishlariga mana shu muzeylarga tashrif buyurish ham kiritilgan. Bu mana shu xorijiy sayyohlarni muzeylarimizga bo'lgan qiziqishini yanada ham uyg'otmoqda. Shu o'rinda nafaqat mana shu tur firmalar bilan, shu davlat tashkilotlari, oliy ta'lim muassasalari bilan ham shartnomalar imzolangan. Bu yerda mana shu oliy ta'lim muassasalarining talaba o'quvchilari mana shu muzeylarga tashrif buyurishlari, shu bilan birgalikda amaliyotlarni mana shu muzeylarda bevosita muzeyning o'zida amalga oshirishlari ham yo'lga qo'yilgan. Bu aytib o'tganimizdek nafaqat xorijiy sayyohlarimizni muzeylarimizga qiziqtirish, shu bilan birgalikda mahalliy aholimizni ham mana shu muzeylarimiz, madaniy merosimizni keng targ'ib qilishga sabab bo'lmoqda. Bizni yurtimizda turli tuman muzeylar bor. Sizni didingiz, sizni xohishingiz, dunyo qarashingiz qanday bo'lishiga qarab muzeylarni tanlab bemalol borishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, hattoki bizni yurtimizda, poytaxtimizda shokolad muzeyi faoliyat boshladi desam ishonasizmi? Bir necha kun oldin. Aynan Navro'z bog'ida shokolad muzeyi ochildi va u yerga ham tashrif buyurishni tavsiya etamiz. Qiziqarli, o'ziga xos tarzda tashkil etilgan va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, aynan muzeylarning filiallari ham mavjud. Toshkent viloyatida ham bir qancha muzeylar faoliyat yuritadi. Azizaxon, marhamat, so'z sizga. Chirchiq shahar tarixi muzeyi misolida aytadigan bo'lsam, bizning muzeyimiz 1959-yil 1-mayda o'z ish faoliyatini boshlagan. Hozirgi kunda Toshkent viloyatida joylashgan bo'lishimizga qaramasdan juda ham ko'p sayyohlarni o'ziga jalb etayotgan muzeylardan hisoblanadi. Kichik muzey bo'lishimizga qaramasdan shu tepada hamkasblarimiz aytib o'tgandek, ijtimoiy tarmoqlar orqali bizning muzeyimiz borligini bilib, hattoki Germaniya, Angliya kabi davlatlardan ham sayyohlar hozirgi kunda bizning muzeyimizga tashrif buyurayotganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, Chirchiq shahrini paydo bo'lish tarixini, hozirgi kungacha bo'lgan rivojlanish pog'onalarini ko'rsatib beradigan bizning muzeyimizga o'zimizning aholimiz va maktab o'quvchilari, oliy ta'lim talabalari ham juda ham ko'p tashrif buyurmoqda hozirgi kunda. Bunga bizning muzeyimizning xodimlarini ham juda ham katta bir yutug'i desam ham bo'ladi. Har bir oliy o'quv yurtiga shahrimizda joylashgan, ya'ni oliy o'quv yurtlarining filiallari shahrimizda hozirgi kunda juda ham ko'p ochilgan. Shularga tashrif buyurib, muzey haqidagi birinchi tanishtiruv ishlarini
ishlarni olib borishmoqda, maktablarga borib tanishtiruv ishlarini olib borishmoqda. Yana bizni yutug'imiz deb aytishim mumkinki, muzeyimizga mana maktab o'quvchilari, sinfdoshlari bilan, o'qituvchilari bilan tashrif buyurgan o'quvchilar, talabalar keyinchalik ota-onalari bilan ham yana ikkinchi, uchinchi marotaba tashrif buyurishayotgani guvohi bo'lishimiz mumkin. Ya'niki biz ularda ya'ni qiziqish uyg'ota oldik. Hozirgi kunda 35 mingga yaqin eksponat saqlanadi muzeyimizda. 35 ming. Kichkina muzey bo'lishimizga qaramasdan eksponatimiz mana juda ham ko'p. Biz maksimal darajada ularni har birini ekspozitsiyaga qo'yib, ekspozitsiyani yangilab, yanada tashrifchilarni jalb qilishga harakat qilib kelmoqchimiz. Rahmat aytamiz. Yuqorida Surayyo opa fikrlari davomida nazar ilovasi haqida aytib o'tdilar. Aynan mana shu ilovaning imkoniyatlari haqida ham mutaxassislarimiz kengroq ma'lumotlarni bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga aytib o'tishsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Kimdan eshitamiz? Nodiraxon, marhamat. Marhamat. Aytganlaridek, nafaqat nazar ilovasi, mana shu muzeylarimizda misol tariqasida amaliy san'at muzeyida ham audio gid tizimlari bepul yo'lga qo'yilgan. Bu yerda mana shu xorijiy sayyohlar ekskursovod olmasdan o'zligi mustaqil ravishda mana shu muzeydagi eksponatlarni audio gid orqali eshitib o'rganishlari mumkin. Ingliz, rus tillarida taqdim etilgan. Shu bilan birgalikda mana shu muzeyimizdagi bir qator eksponatlar oldiga QR kodlar qo'yilgan. Bu QR kodlarni skaner qilgan holatda mana shu eksponat haqidagi to'liqroq, batafsilroq ma'lumotni tekst Word shaklida olishlari mumkin. Shu bilan birgalikda yana bir yangi texnologiyalardan biri yana mana shu musiqa cholg'u asboblariga ham QR kodlar o'rnatilgan bo'lib, bu yerda QR kodni skaner qilib, mana shu musiqa asbobning qanday kuy taratishini tinglashlari mumkin bo'ladi. Xorijiy sayyohlarimiz nafaqat mana shu musiqa cholg'u asboblarini ko'rish bilan chegaralanib qolmasdan, mana shu musiqa asboblar qanday kuy taratish haqida ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Keling. Tez kunda yangilikning qaynog'i bo'ladi. Hozircha esa reklama. Yandex.Go katta chegirmalarga yaqinlashtiradi. Sevimli burgerlar, tovuq oyoqchalari, pizza 40% gacha chegirma bilan. Va bu hali hammasi emas. Hammasi Yandex.Go ilovasida. Sen ham buni xohlashingni bilgandim. Tim hammaga yetadi. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex.Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Rahmat aytamiz batafsil ma'lumot uchun. Kamola, bilasizmi? Bizni xonadonimizda dodamni demak, dodalaridan qolgan eski choynak bor. Qadimiy choynak. Ochiqni aytadigan bo'lsak, uni qo'yishga bizni xonadonimizda joy yo'q. Uni asragandan ko'ra muzeyga topshirish kerak. Aynan shu eksponatlarni muzeyga topshirish tartibi haqida mutaxassislarimiz aytib o'tishsa. Marhamat, Surayyo. Qadimiy narsalar bo'lsa, milliy merosga mening hissam degan aksiya bor. Ana shuni asos qilib, o'sha xohlagan muzeyingizga olib borib, o'sha narsani topshirishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari har bitta muzeyni o'zini sotib olish komissiyasi bo'ladi. Ana shu sotib olish ko'proq qiziqishadi. Sotib olish komissiyasi bo'ladi. U muzeyga topshirilgan, berilgan ashyoni yuqorida hamkasbim aytib o'tgandek, to'liq o'rganiladi, atributsiya qilinadi, davri, qadimiyligi, qanchalik ko'p uchraydi yoki qanchalik noyob narsaligi hammasi o'rganilib chiqilgandan keyingina unga narx belgilanadi va o'shandan keyin sotib olish mumkin bo'ladi. Lekin milliy merosga mening hissamda bu sovg'a sifatida berish ham mumkin. Albatta muzey o'zi o'rnatilgan tartibda qabul qilib olinadi bu ashyolar va shu bilan birgalikda men bitta narsani aytmoqchi edim. Shu topshirilgan narsangiz yillar, asrlar davomida aytish mumkinki, mana shu odamning nomidan sovg'a qilingan deb qoladi. Bu hammasi muzeyni maxsus kitoblarga yozib qoldiriladi.
va nomi beiz ketmaydi demak. Beiz ketmaydi. Buni keyin haligi bola chaqalaringiz, nevaralaringiz ham shu muzeyga kelib, mana bobom nima topshirgan yoki topshirgan edi desa, o'sha narsalarni ko'rsatib berish mumkin bo'ladi va o'z navbatida o'shalar asosida ko'rgazmalar tashkil qilish ham mumkin bo'ladi. Va shuni aytib o'tmoqchi edimki, o'sha haqiqatda mana xalqimizning qo'lida juda ham ko'p noyob narsalar bor. Odatda odamlarda shunaqa tushuncha bo'ladiki, masalan, o'zimizning muzey misolida aytadigan bo'lsak, o'sha qadimiy biron narsani topganda endi juda ham katta pul deb o'ylashadi-da ular. Narxini ham shunaqa qo'yishadi, lekin olimlar buni o'rganib chiqqandan keyin uni narxlanadi. Masalan, kam uchrashi mumkin, noyob bo'lishi mumkin. Ana shundagina uni narxi qimmat bo'lishi mumkin. Lekin haligi tez-tez uchraydigan ko'p narsalar, masalan, Temuriylar tarixi davlat muzeyi uchun o'sha o'rta asr Temuriylar davri ashyolarini sotib olamiz, biz xarid qilamiz va shuni bilish kerakki, u davr narsalari juda oz. O'zbekiston hududida ham juda oz. Asl nusxaligi ham tekshiriladimi? Albatta, asligi tekshiriladi. Buni hammasi ilmiy o'rganiladi. Men shu o'rinda yana bitta narsani aytib ketmoqchi edim. Har bitta muzey bu birinchi navbatda ilmiy maskan. Birinchi navbatda ilmiy maskan. O'sha olingan muzey xazinasiga qabul qilingan har bitta ashyo to'laligicha ilmiy o'rganilib, uni tarixi, qayerda, qachon, nima, qanday qilib yasalgani hammasi o'rganilgandan keyingina ekspozitsiyaga chiqariladi u va shu bilan birgalikda uni ilmiy tavsifi yoziladi. Bu o'ziga xos ilmiy ish. O'sha kelajak avlodga tarixiy narsalarni, tarixini yetkazib berish muzey ilmiy xodimlarining vazifasi. Ular o'sha narsani nafaqat to'plashadi, saqlashadi, balki ilmiy o'rganib, keyingi avlodga yetkazib berishni harakatini qilishadi. O'shaning uchun ham agar bu narsalarni muzeylarga olib borib sovg'a qilinsa, muzey xodimlari juda ham xursand bo'lishadi, chunki bu o'ziga xos, nima desam ekan, o'zbek xalqining tarixini, xalqimizning tarixini kelajakka yana ham uzoqroqqa yetkazish uchun haligi xalqimiz tomonidan qilingan bitta xizmat bo'ladi deb hisoblayman. Rahmat va boya bir savolim ochiq qolgan. Marhamat, javob bormi bu borada? Marhamat. Qo'shimcha qilmoqchi edim Suraypon so'zlariga. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilda muzeylar sohasida xizmatlarni takomillashtirish to'g'risida qaror chiqqan. Ushbu qaror bilan bir qator vazifalar belgilab berilgan. Shular qatorida o'sha muzeylarga xarid qilinadigan muzey ashyolari, muzey kolleksiyalarida xarid komissiyalari har bitta davlat muzeylarida o'zlarida fond xarid komissiyasi bor. Albatta komissiya tuzilgan. Bu bilan o'sha prezident qarori bilan har yili davlat tomonidan Madaniy meros agentligiga 3 milliard mablag' ajratiladi, qo'shimcha mablag' ajratiladi. Ushbu mablag'lar muzeylarga milliy merosga mening hissam doirasida o'sha aholi o'sha fuqarolardan topshirilayotgan, ba'zida fuqarolar muzeylarga, davlat muzeylariga sovg'a sifatida o'sha milliy merosga mening hissam doirasi aksiyasi doirasida shundoq hadya qilishadi. Ba'zida muzeylar o'sha fuqarolar tomonidan yoki o'sha O'zbekistondagi yetuk rassomlar yoki o'sha amaliy san'at hunarmandlari yo usta hunarmandlarning eng g'oyib o'zlari ishlab chiqilgan mustaqillik yillarida yaratilgan hunarmandchilik ashyolarini o'sha ijod namunalaridan taqdim qilishadi. Uni bitta narsa borki, o'sha davlat muzeylarida belgilangan miqdor bor. Adashmasam, o'sha eng kam ish haqining 50 barobardagi miqdorini dan yuqorisini Madaniy meros agentligiga taqdim qilishadi. Madaniy meros agentligi o'sha muzeylarda belgilangan miqdordan yuqorisini xarid qilish uchun taqdim qilinadi. Bizda ham 20 mingga yetar bo'lib qoldi ashyolarimizni soni, muzey eksponatlarimizning soni. Yana bitta muhim jihatidaki, siz topshirgan narsa davlat muhofazasiga o'tadi. Hozir davlat katalog uzilgan jarayon yo'lga qo'yilgan, ya'ni har bitta muzey o'zini fondida saqlanayotgan o'sha ashyolarni o'sha katalogga, davlatga go's katalog deb aniqlanadi, davlat katalog dasturiga kiritadi va u kirgandan keyin bu o'z-o'zidan davlat muhofazasiga o'tadiki, agar biror bir narsa bo'ladigan bo'lsa, xorijlik ko'rgazmalar jarayonida unga putur ketadigan yoki yo'qoladigan bo'lsa, bu bizning davlatimiz talab qilib olishga huquq beradi. Endi bizning huquqimiz xuddi yuqorida aytildi-ku, bizning ashyolarimiz xorijiy muzeylarda ularning mulki qilib olgan deb. Ular o'sha katalog e'lon qilgan, shu
shu katalogiga kiritilgan va yuridik jihatdan endi ularniki. Qaytarib olish imkonsiz. Yo'q, ular qaytarib bermaydi, chunki ularning mulkiga aylangan ular. Sotib olgan narsani qaytarib bermaydi. Agar sotmasa yana bizda ham shu jarayon hozir joriy qilinayotgani bu juda quvonarli hol, kerakli hol. Chunki o'sha borimizni endi bu yoqqa saqlashimiz kerak bo'ladi. Va mana boya bir savol berdim, muzey uchun kadrlar masalasi qaysi oliygohlarda tayyorlanadi yoki o'sha sohani o'zidagi mutaxassislar jalb etiladimi? Birinchi navbatda kadrlar masalasi. Kadrlar masalasida hozirgi kunda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining ichida muzeyshunoslik fakulteti faoliyat ko'rsatyapti va unda o'sha siz sanab o'tgan yuqoridagi barcha yo'nalishlar bo'yicha muzeyshunoslarni o'sha kasbiy yo'nalishi yoki muzeyi o'sha restavratsiya konservatsiyasi bilan shug'ullanadigan insonlar, undan tashqari muzeyi gidlari, muzeyi pedagogikasi, ya'niki muzey bilan omma bilan ishlovchi kadrlari tayinlanyapti. Lekin hamma sohada bo'lgani kabi nazariya bilan amaliyotning o'rtasida ozgina nomutanosiblik bor. Xuddi o'sha nazariyani olib kelishadi, lekin baribir muzeyda ba'zi bir yo'nalishlarda amaliyot o'talishi shart. Chunki ustoz shogird degan narsa sal kamroq yo'lga qo'yilgan. Shundan kelib chiqqan holda aytmoqman. Ko'p hollarda aynan biz muzeylarimizga xorij tajribasini, xorij amaliyotlarini joriy etishga harakat qilamiz. Lekin yana bir savol bizni o'ylantiradi. Aynan bizning muzeylarni, O'zbekiston muzeylarini ham xorijga andoza qilib ko'rsatadigan, maqtana oladigan, faxrlana oladigan jihatlari bormi? O'zbekistonning eng katta yutug'i bu ochiq osmon ustidagi muzeylik. Masalan, hech qaysi davlat, bu faqatgina Xitoyda bor bu narsa, ochiq osmon ustidagi muzeyni maqtana olmaydi. Sababi birinchisi, ikkinchisi O'zbekistonda Yaxlit shahar tipidagi madaniy meros obyekti saqlanib qolgan. Bu Ichanqal'a misol uchun, yoki Samarqandning markazi, yoki Buxoroning arkidan tortib Labi hovuzgacha bo'lgan hudud. Bunaqa saqlanib qolgan tizimli va qo'shimcha ravishda saqlanish darajasi yuqori bo'lgan muzey madaniy meros obyekti yo'q dunyoda. Dunyoda yo'q. Yasashgan, masalan, Nyu-Yorkka borsangiz, Smithson universiteti bor. Bitta katta alleyada 20 ta institut joylashgan. Lekin u davrda 200 yil ichida shakllanib kelganda, alohida etnografiya muzeyi, antropologiya muzeyi yoki oliy o'quv yurti korpusi yoki oliy o'quv yurtlari borki, o'sha muzeyi qaysidir sohasi bilan shug'ullanadi. Yoki Chicago, misol uchun biz O'zbekiston tarix davlat muzeyi, o'sha Chicago universiteti bilan hamkorlik qilamiz. Ularda ham mini muzeyi bor. Lekin restavratsiya uchun, konservatsiya uchun, atributsiyasini tushunish uchun ular bizga kelib bizdan o'rganyapti. Nimaga? Sababiki o'sha yo'nalish to'g'ri qo'yilgan. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda muzeylarimizdagi o'sha yoshi katta bo'lgan xodimlarimizning mavjudligi va ular bu sohada o'sha 30-40 yildan beri ishlayotganlari bor. Ular o'sha restavratsiya, konservatsiya jarayoni, atributsiya jarayoni juda mukammal bilishadi va bu mukammallik meva berib kelyapti va hozirgi kunda tarbiyalanib kelyapti kadrlar. Lekin faxrlansa arziydigan taraflari juda ko'p. Sababiki hali siz yuqorida sanab o'tdingiz, 2 million 700 ming yaqin eksponatimiz bor, lekin ularning bor yo'g'i 300 ming, 330 ming atrofidasi ekspozitsiyaga taqdim etildi degan. Bu butun eksponatlarning sonidan bor yo'g'i 8% degani. Bu juda ham demakki muzeylar ekspozitsiya qilishga fondlari boy, lekin ekspozitsiya qilishga joyi yo'q. Va shundan kelib chiqqan holda agar ularni faqatgina o'sha bir taraflama muzeyda nima bo'lyapti, muzey nima qilyapti, muzey harakat qilyaptimi tomoshabin olib kelishga, muzey harakat qilyaptimi, muzey har doim harakat qilgan. Har doim harakat qilgan. Nimaga? Sababiki yuqorida sanab o'tildi, 150 dan ortiq Nodira begim sanab o'tdilar. Misol uchun bizning ham O'zbekiston tarix davlat muzeyini shu 25-yil davomida 300 dan ortiq shartnomalarimiz bor. Bularning hammasini bajarish va jalb qilish o'sha ishida amalga oshirilayotgan kichik bir bo'laklarda ularning umumiyligi o'sha O'zbekiston tarix davlat muzeyining faoliyatida ko'rib chiqishimizni umumlashtirishimiz mumkin va shu narsadan kelib chiqqan holda har bitta misol uchun hozirgi kunda ham o'sha UNESCO ishlari tomonidan amalga oshirilayotgan yana bitta tadbir bor va Sovet modernizmi degan yo'nalish bor. Buni san'atshunoslar yaxshi bilishadi. Hozirgi kunda O'zbekiston poytaxti Toshkentda shu 70-80-yillarda qurilgan binolarimizni UNESCO tizimiga kiritish bo'yicha ish olib borilyapti. Sababiki modernizm tushunchasi va Toshkent uchun modernizm tushunchasi bu juda ham katta
mavzu birinchidan, ikkinchidan faxr. Sababiki o'sha noxush holatdan kelib chiqqan, ya'niki 1966-yilda zilzilasidan kelib chiqqan, kunigacha o'sha 59 yillik rivoj nishonlangan bo'lsa ham, lekin o'sha noxushlik ba'zi bir yo'nalishlarda mukammal rivojlanishni keltirib chiqardi. Va aynan shu 60-70-yilda O'zbekistonda birinchi maxsus muzeylar uchun binolar qurildi. San'at muzeyini misolida ko'rsatishimiz mumkin. Tarix muzeyida misolida ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, qaysidir sababga yo'nalish ochib beryapti. Balki bugungi suhbatimiz ham Xudo xolasa o'sha ko'rsatib o'tilgan ba'zi bir juziy deylik, texnik deylik, kamchiliklarimiz yoki ko'pchiliklarimizni keyinchalik muzeylarimizni rivojlanishiga yo'l ochib beradi degan umiddamiz. Chunki bu yerda o'tirgan hamkasblarim hammasi shu fikrda. Qo'shimcha qilmoqchi edim yuqoridagi gapga, boyagi savolga, o'sha xorij muzeylari haqidagi savolga men bitta narsani eslatib o'tmoqchi edim. To'g'ri, hozir yuqorida aytib o'tishdi, O'zbekiston muzeylarida 2,7 dan ortiq ashyolar bor deb, va lekin bitta narsani bilinglarki, o'sha xorij muzeylarida hozir minglab O'zbekiston ashyolari bor. O'zbekiston tarixiga oid bo'lgan, biz faxrlanishimiz mumkin bo'lgan ashyolar bor. Jumladan biz mana o'zbek Temuriylar tarixi davri bo'yicha o'rganganimizdan keyin Temuriylar davriga oid eng noyob ashyolarni dunyo muzeylari kolleksiyalarida ko'rishimiz mumkin. Ular e'lon qilishadi, ko'rsatishadi, lekin aslida bu o'zbek xalqining boyligi. Va hozirgi kunda mana Islom sivilizatsiyasi markazi muzeyi tashkil etilyapti va bu borada butun O'zbekiston tarixiga oid bo'lgan ashyolar, o'sha chet ellik ashyolar o'rganilyapti va men aytishim mumkinki, o'sha bizni boyligimizning juda ham katta qismi xorij muzeylarida saqlanadi. Hozirgi galdagi vazifa ana shularni o'rganish va iloji boricha o'zbek xalqini ana shular bilan tanishtirish, ularga ko'rsatishdan iborat bo'lish. Rahmat, bildirilgan fikrlar o'rinli, asosli fikr va mulohazalar uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mamlakatimizda muzeylar holatini yaxshilash va ularning faoliyatini takomillashtirish har tomonlama muhim masala hisoblanadi. Muzeylar faoliyatini takomillashtirish, O'zbekiston tarixi va madaniyatiga qiziqishni oshirish, mamlakatning turistik jozibadorligini ta'minlab, ichki va tashqi sayyohlikni rivojlantirish, milliy o'ziga xoslikni aks ettiruvchi merosni saqlab qolib, kelajak avlodga yetkazish uchun xizmat qiladi. O'zbekistonda muzeylar zamonaviy tendensiyalar va tomoshabinlar ehtiyojini hisobga olgan holda faol rivojlanish yo'lidan bormoqda. Bu esa madaniy merosni asrab avaylash, mamlakatning noyob tarixiy yutuqlariga, xalqaro imijiga e'tiborni qaratishda muhim o'rin tutadi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr azizlar, salomat bo'ling. Hammaga rahmat, sog' bo'ling. Sizga